Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan hozir English Learning English Free kanali. Bu darsda bu videoda men sizlarga ingliz tili grammatikasini tushuntirib bermoqchiman. Eng oson grammatika bu present simple tense. Present simple tense bu hozirgi oddiy zamon. Present simple tense nima? Present simple tense bu sizda hozir har kungi qaytalanayotgan ish jarayoni. Ya'ni har bitta ishni har kuni qilganingiz. Masalan, men har kuni maktabga boraman. Bu present simple tense, hozirgi oddiy zamon. Nega? Chunki bu har kuni qaytarilyapti. Shuning uchun keyingi misol uchun yana bo'lishi mumkin. Men har kuni soat 7 da multfilm ko'raman. Bu ham present simple. Endi present simple da hozir men sizlarga shu misollarni yozib ko'rsataman. Ingliz tilida bu I go to the school every day. Bu hozir birinchi misol. Bu hozir nimaga ishlatiladi? I go to the school every day. Bu faqat birlikka. Bunga hech qanday go dan keyin hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. Endi ikkinchisi u har kuni bog'chaga boradi. She go. Bunda esa go bo'lmaydi. Bunda goes bo'ladi. Bunga es oxiriga es qo'shiladi. Es qo'shiladi. Hozir buni ham tushuntiraman. Es goes bo'ladi. Keyingisi she goes to the kindergarten. She goes to the kindergarten every day. Bu ham present simple, chunki bu har kuni qaytariladigan ish jarayoni bo'ldi. Endi men sizga hozir buni qaysi paytlarda es, mana bu qaysi paytlarda faqat es qo'shilishini tushuntirib beraman. Faqat mana hozir bu yerga yozsak, faqat unli harflar bilan, inglizchada unli harflar a, I, nega bo'ldi? I, E, U, O kabi unli harflar bilan, agar birorta so'z unli harf bilan tugasa, masalan, mana go ga o'xshab, unga es qo'shimchasi qo'shiladi. Plus es. Agar ya'ni undosh harflar bilan tugasa, qanday undosh harflar bilan tugasa, agar undosh harflar bilan tugasa, D, B yoki L yoki R kabi harflar bilan tugasa, bunga biz plus qo'shimchasi plus va faqat s qo'yishamiz va es. Hozir misollar yozib ko'rsataman. Bu 3 bu to'g'ri ekan. Hozir bunga misol. Bunisiga misol so'z. Unisiga so'z yozsak, birinchisiga o'xshab go plus goes goes ko'rinishiga keladi. Keyin yana oxiri o yoki a harflar bilan tugaydigan so'zlarga os qo'shiladi. Va bunga misol keltirsak, eat va eats ko'rinishiga keladi. Swim suzmoq. Go eat yemoq. Go esa bu bormoq. Swim
va swims. Swims. Mana bu undosh harf bo'lgani uchun s qo'shimchasi s qo'shiladi. Bu esa unli bo'lgani uchun es qo'shimchasi qo'shiladi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Va bu yerda o'zini first person singular bular kishilik olmoshlari. I am degani men. Bu I am va I am. Bu I am bu qismi qisqartma qismi. Bu esa har doim ishlatiladigan qismi. Second personal singular. You are. Bu qismi oddiy qismi, har doim ishlatiladigani. Bu qisqartirilmagan shakli, bu esa qisqartirilgan shakli. He, she, it is. Biz he ni o'g'il bolalar uchun ishlatamiz. U bola suzyapti. He is swimming. Agar qiz bola bo'lsa, she is swimming. She qizlar uchun. It is bu predmetlar, ya'ni jonsiz narsalar uchun. Mana bu yerda misol ham ko'rsatganman. It's flower. Bu gul. Bularning ham qisqa shakli bor. Qisqa shakli qanday bo'ladi? He, his. She, she's. Shunday shaklda bo'ladi. He o'g'il bolalar uchun, she's qizlar uchun. Endi biz first singular plural ga o'tamiz. Bu qaranglar, first singular. Bu birlik. Singular so'zi birlik. Bu plural esa ko'plik. We are, were. We are bu bizlar. Were bu ham bizlar, faqat qisqa shakli. You are sizlar. Bu you are bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz pluralda, shuning uchun bu sizlar ma'nosini anglatadi. Bu yerda singular bo'lgani uchun siz ma'nosini anglatadi. Va oxirgisi sir, uchinchi shaxs ko'plikdagi they are, ular, their. Bu qisqa, bular hammasi qisqa shakli, bu yerdagisi short form. Bular bilan mana hozir men sizga ko'rsataman. I am. Bular bu bilan bu. Uzr. I am va we are bular birga. I am men, we are biz. You are va your. Bu siz. Bu esa sizlar. Faqat ko'plik va birlikda ma'nosi o'zgaradi. He, she, it. Bular bilan their, bular ham o'ziga o'xshash, lekin bir-biriga o'xshaydi, lekin ular birinchisi ko'plik, bunisi birlik shaklida, bunisi ko'plik shaklida. Endi o'chiramiz bularni. Keyingisi bo'ldi. Endi men sizlarga buni qoidasini tushuntirsam. Qoidasi, ya'ni formulasi. Uni formulasi mana formulasi present simple. Hozir ko'rsataman. Positive bu oddiy darak gaplar. Bu negative so'roq gaplar. Interrogative bu savol gaplar. Bular va bularning pastda formulalari berilgan. Formulasi the structure, ya'ni the verb plus subject s plus es. Bu oddiy shakli va bunda I read. I bu men. Birinchi shakl. Hozir mana ko'rib turganingizdek I am, I. Bu yerda I ni o'zi ishlatiladi, chunki bu I am bu present continuous uchun bu hozir kerak emas. Men shunchaki bularni tushuntirish uchun qisqa shartlarni qilgan edim.
men bularni shunchaki sizlar uchun qilgan edim. Bu present continuous zamoni bo'lib, hozirgi davomiy zamon. Bu haqida keyingi darslarda tushuntirib o'taman. Va hozir men sizlarga pozitiv, ya'ni darak gapni tushuntirib beraman. Va bu v emas, verb, ya'ni verb bu degani fe'l. S va es. Va hozir sizlar verb degani hozir men bu yerga qo'yaman. Mana verb fe'l. Ya'ni agar vs desa siz gaplarga he vs yoki es deb yozib qo'ymaysiz. Bu yerga birorta qanday mana bu yerda ko'rsatilgandek she swim, ya'ni fe'l bu harakatni bildiradi. Fe'l bu harakatni bildiradi. Harakatni bildirgani uchun bu yerda harakatga s yoki es qo'shamiz. Agar mana bu yerda boya ko'rsatib o'tganimdek a, i, u, o ga es qo'shimchasini qo'shamiz. Va ya'ni unlilarga unli bilan tugasa s qo'shimchasi, unli bilan undosh bilan adashdim. Agar unli bilan tugasa, mana buni agar unli bilan tugasa es qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, hozir pastga tushamiz va it oxiri undosh bilan tugadi. Shuning uchun it. Keyingisi yana bo'lishim take. Bu take tepaga. Take oxiri unli bilan tugagani uchun bunga s ni o'zini qo'shamiz. Chunki buni oxiri unli bo'lsa ham bu i bo'lyapti. I bo'lsa s ni o'zini qo'shamiz. Agar i bo'lmasa, boshqa harflarni agar shu i bo'lmasa, s ni ham qo'shib qo'yamiz. Bu yerda i bo'lgani uchun, shuning uchun bunga qo'sha olmaymiz. Uzr, bularni joyini almashtirib qo'yibman. Bu yerga bu yerga unli undosh. Keling, yaxshi buni o'chirib tashlayman-da, boshqatdan yozaman. Uzr. It bu. Bu esa take. Agar tushungan bo'lsangiz, chunki i bu yerda bor, i bo'lgani uchun bunga hech qanday qo'sha olmaymiz. Va mana endi I read bu birinchi kishilik almashuv bo'lgani uchun bunga read ga hech narsa qo'shmaymiz. Bir o'zi bo'ladi. Shuning uchun bunga hech narsa qo'shilmaydi. I read, I swim, I eat, I play bo'laveradi va bunga he, she, it, reads. Bularga s qo'shimchasini qo'shamiz. S. Agar bu oxiri d bu undosh, agar bu unli bilan tugasa, mana bu d hozir undosh, shuning uchun s qo'shildi. Agar unli bo'lsa, es qo'shimchasini qo'shamiz va qo'shimchani faqatgina he, she, itga qo'shamiz. Bular pastdagilarga esa pastdagilarga buni qo'shmaymiz. Pastdagilarga vizlarga xuddi I ga o'xshab hech narsa qo'shilmaydi. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda hech narsa yo'q. Mana bu yerda hech narsa yo'q. Mana bo'sh nuqtadan boshqa hech narsa yo'q. Ko'rib turganingizdek. Shuning uchun bunga hech narsa qo'shilmaydi. Endi agar bu darak gapni tushungan bo'lsangiz, men hozir negativni, ya'ni inkor shaklini tushuntirib beraman. Inkor shaklida bizga dudas yordamchi fe'llar yordamga kelishadi. Bunda agar asosiysi not, chunki bu inkor shakli, not va yordamchi fe'llarimiz do, does. Hozir bularni o'chirib turamiz, chunki ko'rishga xalaqit beradi. Ko'rishga xalaqit beradi bizga. Tepadan qilamiz. Not, do, does. I, we, you, they.
don't read. I don't read. Men o'qimayman. Men o'qimayman. I don't read. We don't read. Biz o'qimaymiz. You don't read. Siz o'qimaysiz. They don't read. Ular o'qishmaydi. Va bunda do does. Do birinchi birlik shaxslarga va ko'plik shaxslarga ishlatiladi. Va he, she, it. Bular esa uchinchi shaxs bo'lganligi uchun bularga bularga does ishlatiladi. Mana ko'rib turganingizdek es. Bu yerda esa shunchaki do'ni o'zi. Shuning uchun bularga do'ni o'zi ishlatiladi. Ularga esa does ishlatiladi. Mana ko'rib turganingizdek do va bu yerga he doesn't play the piano. U pianino chala olmaydi. Agar bu I yoki we ni ishlatsak, I do, I don't. Agar tushungan bo'lsangiz, bular bilan do, bular bilan esa does ishlatiladi. Birinchi ko'plik va birlik shaxslarga do ishlatiladi. Uchinchi birlik shaxslarga esa does ishlatiladi. Va agar sizga inkor shakli bo'lsa, men qilmayman. I inkor shakli mana past hozir bu yerga yozaman. I don't play games. Men o'yin o'ynamayman. Va agar uchinchi shaxs birligi bo'lsa, he does not play games. Agar sizda bularga bu yerdagidagi o'xshab s qo'shilmaydimi degan savol tug'ilsa, bu yerga s qo'shilmaydi, chunki bu savol shakli bo'lganligi uchun mana es mana bu yerga qo'shilgan. Do o bilan tugagani uchun, ya'ni unli bilan tugagani uchun bu yerga es qo'shilgan. Shuning uchun bu yerga qo'shmaymiz. Va oxirgisi interrogative, bu savol shakli. Savol shaklida eng asosiysi bu yerda yana shu do does yordamchi fe'llar. Do does agar do does bo'ladi, agar not agar savolga ha deb javob bersangiz not bizga kerak emas. Agar yo'q deb javob bersangiz not bizga juda kerak. Bu qanday? Bu ham xuddi bu negativ shakliga o'xshaydi. Faqat bu yerda do oldinda kelgan bo'lsa, do bu yerda orqaga qaytadi, ya'ni joyini almashadi. Do I. Xuddi o'shanikidek uchinchi shaxs birlikka does, birinchi shaxs birlikka do ishlatiladi. Boshqa qiyinchilik yo'q. Do bu yerga o'tadi. Do mana ko'rib turganingizdek bu yerda do bu yerda turibdi. Ya'ni negativda esa inkor shaklida, savol shaklida do bu yerga o'tgan. Ya'ni bu yerdan joyini bu yerga o'tkazgan. Va bu yerda ham xuddi shunday. Does bu yerda she dan oldin turibdi. Ya'ni uchinchi birlik shaxsda oldin turibdi. Endi bu yerda bo'lsa orqada uchinchi shaxs birlikdan orqada turibdi. Agar tushungan bo'lsangiz rahmat. Video uchun vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Agar kamchiligim bo'lsa kechirasiz. Bu meni birinchi video darsim. Agar yoqqan bo'lsa kanalimizga a'zo bo'ling va